Suvanov, Ne'matjonov, Jumanazarov, Turulinni uchrang. Kecha ishga qilganlar shularmi? Ha, shular. Xo'p, xullas darsni o'zim o'taman. Bugun darsimiz vijdon. Qani Suvanov, senda vijdon bormi? Ha, bor ustoz. Bor degan. Dalini oldilariga o'tdim. Qariyapmanmi? Charchab qolyapman. Jumanazarov, qancha? Sen ham vijdonlimisan? Ha ustoz, hamma vijdon manda-yu. To'g'rimi? Demak, hamma vijdon senda. Dalini ishxonasiga hech borganmisan? Hamma umidim mana shu o'g'limda. Ne'matjonov. To'xta. Sani vijdoningni o'zim aytaman. O'g'limni yolg'iz boshim bilan katta qilyapman. Ulg'ayganda mehnatlarimni rohatini ko'raman. Senlar darsdan qochib, o'qimay yursalaring, ota-onalaring yaxshi yashayman orzusi bilan bu dunyodan o'tib ketadi. Eslaringdan chiqmasin. Ota-onasini boqolmaydigan erkakni erkakman deyishga haqqi yo'q. Mana, eshik ochiq. Xohlasang darsdan qochib ket. Bu yog'i vijdoningga havola.